Hukuk ve Mesuliyet. Abdori Doktor Memtimin. Biz hayatımızda tunç okugan kitap ilipbe bolup, u bolsumu bütün hayatımızda boysunuş zörür bolgan hayat kanuniyeti. Yani biz her bir algınımızda bir işni unutmasligimiz gerek deganlik. Elish bizning huquqimiz bo'lgandek, berish bizning mas'uliyatimiz. Har qanday bir erkin davlatdagi erkinlikningmi bir cheki va shuningga tushliq mas'uliyati bor. Huquqni ta'kidlab, mas'uliyatni unutish xuddi bir narsa ilib, uningga pul to'lashni unutgandek bir ish. Bizning haq huquqimiz hargizmi bizning mas'uliyatimizdan ustun emas. Mas'uliyatimizni ado qilmasak, haq huquqimizni qo'g'dash kapolatga ega bo'lmaydi. John Kennedy. Ko'pinchimiz bilgandek, 4-oyning 27-kuni Brukseldagi Yevropa Birligi binosi oldida elib berilgan 5000 kishilik namoyishni qo'llab-quvvatlash yuzidan dunyoning har qaysi joylarida, jumladan Amerikaning poytaxti Washington D.C.da Amerika Uyg'ur uyushmasining o'rinlashtirishi bilan namoyish o'tkazilgan bo'lib, garchi namoyish umumiy jihatdan o'ngishli o'tgan bo'lsa-mu, biroq oxirida ba'zi ko'ngilsizliklar yuz berdi. Bu naq maydondagi nurg'un qarindoshlarni rahatsizlantirdi. Namoyishdan keyin Facebook, WhatsApp qatorliq ijtimoiy taratqularda zanjirsimon reaksiyalar o'ttirg'i chiqib, zarur bo'lmagan ko'ngilsiz ishlar davom qilmoqda. U ko'ngilsizliklar mayli nima sababdan yuz bergan bo'lsin, vatanda xalq shuncha ig'ir tahdid ostida qolgan bugungi kunda u hargizmi qabul qilishga bo'lmaydigan vatan millatning umumiy manfaatiga ig'ir ziyon elib keladigan bir satchilik. Bir maqolda deyilganidek, yuz berayotgan voqeani kontrol qilolmasang, o'zingning yuz berayotgan voqeaga qandoq inkas qaytarishingni kontrol qilgin. Bu sening ortiqchiliging. Bizda yo'lbosni yengan botir emas, ochiqni yengan botir deydigan ot so'zi bor. Odam o'z kontrolligini yo'qotganda, uning tafakkur qilish va aql parasti eng tuvan darajaga tushib qoladi. Har qanday sharoitda tamkin bo'lmagan va o'zini kontrol qilolmagan odam hargiz cho'ng ishlarni qilolmaydi. Chunki cho'ng ishlar hissiyot bilan emas, tamkinlik va aql farosat bilan ishga oshadi. Biz o'ylab baqayli, qarindoshlar. Qaysi bir demokratik davlatda biror partiya yoki tashkilot o'rinlashtirgan har qanday bir faoliyatda kimning so'z qilishini shu faoliyatni o'rinlashtiruvchi belgilamaydi? Amerikadagi bir demokratik erkin davlatdami biror partiya yoki tashkilot o'rinlashtirgan yig'in yoki boshqa faoliyatda kimning so'z qilishini o'rinlashtiruvchi belgilaydi? Agar birisi o'rinlashtiruvchining o'rinlashtirishiga bo'ysunmay, qalaymaqan vaqirab, qalaymaqanchilik paydo qilsa, darholla soqchilar ikki qo'ltiqidan tutib, naq maydondan chiqarib etadi. Hozir Facebookda bo'layotgan ba'zi munozirlarga qaraganda, xeyli ko'p sonli qarindoshlarning Amerikaning demokratiya va erkinlik tuzumiga bo'lgan tushunchasi toza aniq emaskan. Men tövende
Amerikadagi fuqarolarning namoyish qilish erkinligi to'g'risida azroq tushuncha berib o'tmoqchiman. G'arb ellarining aqliya so'zlari. Bilim demak, nima so'zlaydiganligini bilish demak. Aql demak, so'zlash yoki so'zlamaslikni bilish demak. Amerikada haqiqatanmi hamma insonning namoyish qilish, ko'nglidagi so'zlarini so'zlash erkinligi bor. Bundaq deganlik hargizmi Amerikada mas'uliyat yo'q, nima ish qilsa bo'laverdi deganlik emas. Har ishning bir rad tartibi bor. Har bir insonning haq huquqi bo'lganga o'xshash, uning mas'uliyatimi bor. Bir odamning qonunga xilof qilmagan asosda har qanday yerda o'z noroziligini o'xshamagan usulda ifodalash va namoyish qilish huquqi bor. Agar bir odam shaxsiy norozilik bildirganda va namoyish qilganda huquqmi, mas'uliyatmi shu odamga tava bo'ladi. Biroq biror tashkilot tarafidan o'rinlashtirilgan, ko'p odam qatnashgan kollektiv namoyishni boshqarish huquqi va uning bo'lgan mas'uliyat namoyish o'rinlashtiruvchi va yoki namoyishga kapolatlik qilg'uvchida bo'ladi. Odam soni ma'lum chek. DC'ning ko'pincha joylarda namoyishchi soni 25. New York shahrida namoyishchi soni 20 dan oshgan har qanday bir namoyish uchun cho'qim yerlik soqchidan ruxsat olish kerak. Washington DC'da namoyish qilish uchun ruxsat olishga munosabatli uchurlarni tuvandagi ulanmadan ko'ra olasiz. O'xshamagan shahar va o'xshamagan rayonlarda namoyish qilish uchun oladigan ruxsatga bo'lgan talablarda oz to'la farqlar bor. Namoyishga ruxsat olish uchun iltimos qilganda namoyishning vaqti, o'rni, namoyish jarayonidagi besib o'tadigan ko'chalar, namoyishga qatnashadigan odam soni eng ko'p bo'lganda, namoyishning xarakteri, namoyishning maqsad muddasi, qatorliqlar aniq o'tirg'i qo'yilishi, namoyish o'rinlashtiruvchi va namoyishga kapolatlik qilguvchi imzo qo'yib, namoyishning uningga iltimos qilganda o'tirib qo'ygan mazmun bo'yicha bo'lishi va namoyish jarayonida zo'ravonlik chiqmaslikqa kapolat qilish mas'uliyatini o'z ustiga olish kerak. Bundaq deganlik namoyishning o'ngishli bo'lishiga namoyish o'rinlashtiruvchi bilan namoyishga kapolat qilguvchi bevosita qonuniy mas'uliyatni o'z ustiga oladi deganlik. Agar namoyish jarayonida biror voqea yuz bersa, voqea paydo qilguvchi jazolangandan boshqa asosliq mas'uliyat namoyish o'rinlashtiruvchi bilan namoyishga kapolatlik qilguvchiga keladi. Shu sababdan namoyish o'rinlashtiruvchi va yoki uningga kapolatlik qilguvchining butun namoyish jarayoniga mas'ul bo'lish haqqi bor. Agar namoyishga qatnashquchi mas'uliyatni bir tarafga qayirib qo'yib, o'zining haq huquqini bak ta'kidlab ketsa, bu bakli shaxsiyatchilik bo'ladi. Bundaq ahvol ostida namoyishga o'xshamagan ko'z qarash va talablari borlar eng yaxshisi o'zining orzusi bo'yicha namoyish qilishga ruxsat olib, namoyish o'rinlashtirsa bo'ladi. Odam soni yuqorqi cheklimidan tuvan bo'lgan namoyishlar uchun bo'libmi bog'chilarda va yo'l bo'yida elib berildigan qatnashga ta'sir yetkazmaydigan namoyishlarga cheklimi yo'q yoki
töven çeklim bulup, bu xildiki namayişlarni xalıgan kişiler xalıgan vaqtda ötküzse buluverdi. Hiç kim ularning fikir erkinligini cheklameydi. Mana bu Amerika her bir insonga bergan namoyish qilish huquqi. Bizda aql yoshda emas boshda deydigan ot so'zi bor. Biz aqlimizni ishlatmay, hissiyotimizga tayinib so'zlayversak, so'zlagan narsaning hammasi so'z bo'lmaydi. Xuddi Yidivish aytgandek, dört odam bilginni so'zlaydi. Aqlliq odam nima so'zlaydiganini biladi. Haqni so'zlash har bir insonning haq huquqi va bosh tortib bo'lmaydigan burchi. Biroq haqni so'zlayman degan odam oldi bilan nimaning haq ekanligini bilish kerak. O'zining ma'lum orzu istaklariga mos kelmagan va yoki o'z ko'z qarashi bilan farqli ko'z qarashlarga hujum qilish, ularning shaxsiyatiga tegib, uni haqoratlash, haq so'zlash bo'lmaydi. Xatolik o'tkazmaydigan odam yo'q. Biz hammamiz bilib bilmay ba'zi xatoliklarni o'tkazishimiz mumkin. Haqni so'zlash boshqalarning xatoligini tuzitib, kelgusi ishlarni texmi to'g'ri yo'nalishda elib berishga turtki bo'lish rolini o'ynashi va uninglik uchun xizmat qilish kerak. Hargizmi o'z maqsad muddasiga yetish uchun boshqalarni inkor qilish, har xil vositalarni qo'llanib, boshqalarga bo'xton chaplash asosida bo'lmasligi kerak. Shuni obdan bilishimiz kerakki, mustaqillik degan talab qilganga birisi kelib berdigan yoki qo'limizga tutqizib qo'ydigan narsa emas. Mustaqillik degan kuchimiz yetsa o'zimiz oladigan narsa. Bizning namoyishimizga quloq selayotgan hech bir insonning biz mustaqillik talab qilganimiz uchun bizga mustaqillik ilib berdigan majburiyati yo'q. Bizning vatanimizni bizdan tortib olgan dushmanlarmi bizning ko'chalarga chiqib namoyish qilib, biz mustaqillikdan boshqa narsa talab qilmaymiz deb shuar to'lg'inimizdan qo'rqib, bizga mustaqillik berib o'tadigan ish yo'q. Biz cho'qim cheklik energiyamizni bir-birimizga hujum qilishdek ishlar uchun sarf qilmasdan, shu umid qilgan mustaqillik uchun sarf qilayli. Kuchimiz yetsa, hatto vatanni bir qo'lliq mustaqil qilib o'tayli. U chaqda biz eng nochi odam bo'lamiz. Mundaq bir hikmatlik so'z bor. Esil fazilatlik inson bo'l. Biroq esil fazilatlik odam bo'lganligingni isbotlash uchun vaqtingni isrof qilma. Bizda yana izzat o'zdan, kivaz kuzdan deydigan ot so'zi bor. Har qandaq inson o'z izzatini saqlash kerak. Izzat va hurmatga boshqalardan talab qilish orqali erishgil bo'lmaydi. Uni o'z so'z harakatimiz va go'zal axloq fazilatimiz orqali yarata olamiz. Bizning boshqalarga hurmat qilishimiz amaliyotda o'zimizga hurmat qilishning kapolati. Biz boshqalarga kuyinish va hurmat qilish orqali boshqalarning o'zimizga bo'lgan hurmatiga erisha olamiz. Gapimning oxirini yana Mayaning bir aqliya so'zi bilan oxirlashtirmoqchiman. Agar biz o'zaro kuyinish va o'zaro hurmat qilishni yo'qotsak, biz zavolliqqa yuzlandik demak. 2018 yil 4 oyning 30 kuni New York